Assalomu alaykum, hurmatli butun O'zbekiston xalqi, marhamat mana. Akajonimiz mana mehnat bilan og'ir ish qilibdilar. Mana bu shag'al tosh juda kavlash qiyin mana. Kelka, lom, ketmonlar bilan mana mehnat qilibdilar. O'zlari ikkinchi guruh nogiron bo'lib, birovga elanmasdan, birovga o'zini yukini tushirmasdan mana shu yerga mana kanalizatsiya bilan hojatxonani joyini bitta qilib, chuqur qilib, kamida chuqurligi 3 metr, uzunligi 2.35, eni bunaqalarga 1.40 qilib kavlab mehnat qilibdilar aka. Hech kimdan elanmasdan, hech kimdan yordam so'ramasdan, hech kimga og'irligini tushirmasdan. Shunaqa odamlar borki, yengil pul topadi. Birovni allab, birovdan mashina qilib, birovni haqqini olib, qanaqadir yotib bo'lsa ham videolarga unaqa fohishalar o'zini ko'rsatib fohisha video qiladi-da, odamlar prosmotrlar ko'payadi, like bosadi. Bu dunyoda 5 kunlik dunyoda faqat savob ish qoladi. Mana bunaqa mehnat qilgan og'ir odamlarga konkretno like, podpiska qilib boshdan biza elamaymiz, hech narsa qilmaymiz. Maksimalni bu ko'rakan videoni ko'rib maksimalni tarqatinglar. Mehnat haqiqiy rabajaga, kamdan kam bunaqa mana og'ir ahvolga shunaqa bo'lsa ham mana og'ir ishni qilibdi mana. Tosh, unaqa shag'alli kavlash har kimga ham emas. Sog' salomat bo'linglar. Ota-onalaringiz baxtiga sog' bo'linglar. Olg'a, 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 olg'a O'zbekiston.